Xo'p, do'stlar, biz hozir birinchi bo'lib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni yozma bo'limi haqida gaplashamiz sizlar bilan. Biz oldingi darsga nima bo'limi haqida gaplashdik? O'qima va dinlama bo'limlari haqida gaplashdik. Endi biz nima haqida gaplashishimiz kerak? Yozma bo'limi haqida gaplashishimiz kerak. Xo'p, do'stlar, yozma bo'limi o'zi nima? Yozma bo'limida qanday harakat qilishimiz kerak degan savol tug'iladi. Qurbonov Shuhrat aka. Endi yozma bo'limi deganda biz asosan yozish ko'nikmamizni rivojlantiradigan, ya'ni yozish ko'nikmamizni baholab beruvchi bo'lim hisoblanadi. Xo'p, ustoz, yozma bo'limida biz nima qilamiz o'zi? O'zi yozma deydi. Nima qilamiz ustoz u yerda? Savol bersangizlar, sizlarga mavzular beriladi. Siz o'sha mavzuga doir yozma yozasiz. Xo'p, ustoz, biz yozmamizda, misol uchun yozayotgan vaqtimizda kalima zenginligimiz, ya'ni kalima boyligimiz qanchalik muhim? Savol. Javobi: kalima boyligimiz juda muhim. Boyagi grammatik qismimiz misol uchun A2 darajada bo'lgani bilan, lekin kalima zenginligimiz C1 darajada bo'lsa, uni so'zlarni bir-biriga bog'lash, ya'ni B2 misol uchun sertifikat olish uchun yetarli bo'ladi. A2 gacha grammatikani chotki o'sha B1 gacha grammatikani B1 da ham chotki o'qigan o'quvchi yetarli bo'ladi B2 sertifikat olish uchun. Faqat grammatik boshlang'ich joyiga xatolik qilmasa bo'ldi. Xo'p, ustoz, endi biz imtihonga kirgan vaqtimizda bizga nimalar beriladi? Siz imtihonga kirgan vaqtingizda o'zi yozma bo'limi ikki qismdan iborat bo'ladi, do'stlar. Ekranim ko'rinyapti. Ekranimni ko'ryapsiz, a? Yozma bo'limi ikki qismdan iborat bo'ladi. Xo'p, yozma bo'limining birinchi qismida siz yozasiz e-posta, ya'ni maktub yozasiz. Yozma bo'limining ikkinchi qismida siz yozasiz kompozitsion. Kompozitsion yozasiz. Kompozitsion degan o'zbekchada chevirdiğiniz zaman insho anlamında geliyor. Insho ma'nosida kelar. Ha? Ekran. Ko'rinyapti ustoz. Ko'rinyapti. Internetdan yaxshi olaylik o'zlaringga. Xo'p, endi o'zbekchada o'rganganingizda nima ekan? Kompozitsion degan insho ma'nosida kelar ekan. Xo'p, do'stlar, endi biz yozma yozayotgan vaqtimizda birinchi bo'lim haqida gaplashamiz endi. Sizda ikkita qog'oz beriladi. Qog'oz mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu birinchi qog'ozingiz bo'ladi. Buni oldi va orqasi bo'ladi. Orqa tomoni mana bu-da. Mana bu qog'oz ikkinchi qog'oz bo'ladi. Bu old tomoni, bu orqa tomoni mana. Xo'p, do'stlar, endi siz birinchi qog'ozni olasiz, e-posta yoza boshlaysiz. Birinchi qog'oz ana shunday xuddi mana shunday ikkiga bo'lingan. Ko'ryapsizmi? 1 va 2 deb mana shunday ikkiga bo'lingan. Xo'p, ustoz, endi yozma yozar ekanman. Xo'p, yozma yozar ekanman. Yozmani birinchi bo'lib e-posta yozsam, qanday yozishim kerak? Endi biz nima haqida gaplashamiz? E-postalar haqida gaplashamiz. Ya'ni e-posta o'zi nima? Yozma bo'limining maktub qismiga o'tamiz. Maktub. Xo'p, e-posta degani email pochta manzil orqali yozilayotgan xat hisoblanadi. Xo'p, email pochta manzil orqali yozilayotgan xatlarimiz asosan qog'ozlarda yozsak biz qanday yozamiz? Endi yozmani yozayotgan vaqtingizda diqqatlicha qarang. Yozmani qayta-qayta o'qing. Ya'ni sizda berilgan konu var ya, uni tekrar o'qimangiz lozim. Nasıl anlamda geliyor, onu iyice anlamanız lazım. Eğer de siz iyice anlamadan yazmanı yazacak olursanız orada yanlış yazacaksınız. O nedeniyle tekrar okumanız lazım. Xo'p, men nima deyapman? Yozmani qayta o'qiysiz. Qayta o'qiganingizdan keyin o'sha email, ya'ni boyagi maktub qanday ma'noda kelganini bilasiz. Yaxshi. Sizda yozmangiz xuddi mana bu sizga berilgan, ya'ni e-posta qismidagi yozma xuddi mana bunday keladi mana. Yozmani ko'ryapsiz. Sizga bitta durum berilgan bo'ladi. Guruh 1 va guruh 2 ga bo'linadi birinchi bo'limiz. Xo'p, guruh 1ga siz norasmiy e-posta yozasiz. Norasmiy e-posta yozasiz.
Xo'p ustoz, norasmiy e-posta va rasmiy e-posta degani qanday aniqlaymiz va qanday ahamiyatga ega va qanday bular? Endi rasmiy e-postangiz bu qayerga yoziladi? Rasmiy tashkilotlarda yoziladi. Norasmiy e-postachi? Norasmiy e-postalar do'stingizga, onangizga, akangizga, opangizga yozilayotgan maktublar bu norasmiy maktub hisoblanadi. Rasmiy maktub bu davlat, kurum, tashkilotlarda yozilayotgan maktub bu rasmiy maktub hisoblanadi. Shahlo opa, ovozim boryaptimi? Shahlo opa. Ha? Kelyapti. Ekranchi? Ko'rinyapti. Xo'p, endi siz guruh 1 nima yozar ekansiz, Shahlo opa? Norasmiy maktub yozar ekansiz, to'g'rimi? Xo'p, sizda durum mana bunday durum kelgan. Bir sport klubining uyasisiniz. Klub yöneticisi size spor salonunun bakım nedeniyle 2 hafta kapalı olacağını bildirdi. Yani siz spor saloniga borasiz opa. Spor saloni egasi aytdiki, 2 hafta dedi spor salonini yopib turamiz. Qanaqadir muammomiz bor deb aytdi sizga. Siz şu durum haqida, ya'ni durum berildi. Şu durum haqida bir arkadaşınızga e-posta yozamiz. Ya'ni siz shu vaziyat haqida bir do'stingizga e-posta yozasiz. Unda nimalarni ochiqlaysiz? Bu durum haqida nasıl his etdingiz? Shu vaziyat haqida qanday kendinizni his etganingiz va klub yönetmenining bu konuda neler yapması kerakligini düşündünüz. Ya'ni klubda boyagi boshlig'i borku boshqaruvchisi. Shu mavzu haqida nimalar qilishi kerakligi haqida siz nimalar buyura olasiz? O'zingiz haqida berasiz, endi ma'lumot berishingiz kerak. Endi bu bo'limda qaranglar do'stlar, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Ya'ni norasmiy e-posta, ya'ni birinchi guruh mana bu yerda yoziladi. Norasmiy e-postani 50 to'ist, ya'ni chiziqcha 70 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. 50-70 ta so'zdan iborat bo'ladi. Norasmiy e-postamiz 50-70 ta so'zdan iborat bo'ladi. Endi norasmiy e-posta yozayotgan vaqtingizda birinchi bo'lib siz kimga yozdingiz? Arkadaşına yozdingiz, to'g'rimi Shahlo opa? Endi arkadaşınızga yozayotgan bo'lsangiz, Nilufar opa, bir barmoq va ikki barmoq tashlayman. Mana ikki barmoq tashladim. Mana shu yerda men nima yozaman? Xitob qismi ketadi. Ya'ni kimga yozdi? Canım arkadaşım. Ana shu yerga canım arkadaşım beraman. Virgul. Keyin shuni tagidan, ya'ni ikkinchisi yana bir barmoq va ikki barmoq bilan men salom alik qilaman. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Tushundingiz? Keyin pastidan qarang, men salom alik deganimda qozon tovoq ichki uloq demadim. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Tushundingiz? Keyin buni pastidan spor salonu 2 hafta kapalı olacakmış. Bu nedeniyle ben kendimi kötü hissediyorum. Bu durum hakkında neler düşündüğünü açıklamak amacı, bu durum hakkında seninle konuşmak istediğim amacıyla sana bir e-postanı yazıyorum. İstediğim için sana bu e-postanı yazıyorum. Shuningizmi? Qisqa 3 qatorlik bo'ladi kirish qismi. Ya'ni kirish qismi shunday bo'ldi, tugadi. Kirish qismidan keyin men qaysi qismni yozaman do'stlar? Gelişme qismini yozaman. Bir barmoq, ikki barmoq mana. İki barmoq tushdimi? İki barmoq tushdi. Endi gelişme qismida men ko'rinmayapti. Gelişme qismida men o'sha e-posta haqida to'liq ma'lumot beraman do'stlar, mana shu qismda. O'shanga nima uchun 2 hafta yopilganda men nima qilyapman, ya'ni o'zimni kendimni kötü hissediyorum. Nimalar qilish kerak yönetichisi. Mana shular haqida mana shu joyda ochiqlayman. Mana gelişme qismi o'sha o'sha e-postani asosiy qismi hisoblanadi mana. Bu qismim ham ko'p bo'lmaydi, bo'ldi. Mana shuncha bo'ladi, yetadi menga. Gelişme qismim tugadi. Ya'ni nima maqsaddan e-postani yozayotganim kirishga berilar ekan, salom alaykum, kirishga nima maqsadim bergan yozayotganim. Gelişme qismida o'sha maqsadim ochiqlanadi. Tushundingizmi? Xo'p, maqsadim ochiqlangandan keyin buni pastidan bir barmoq va ikki barmoq. Har bir abzasliklar bilan tekst tushishi kerak. Bizabzaslar bilan tekst tushishi kerak.
Shunda mana bu yerda selen va sevgilarimda deyman. Selen va sevgilarimda virgul kim bo'ladi buni tagida? Selen va sevgilarimda Arkadaş. misol uchun Melik O'zdemir. Melik O'zdemir. Melikni o'zi emas, O'zdemirini ham yozyapman men. Men nima deyotganmiz? Qayerga nuqta, qayerga virgul qo'yish kerak bo'lsa, hammasini aytyapman men. Miyani ishlatinglar. Melik O'zdemir. Mana shu joyda norasmiy postam tugaydi. Norasmiy postamni so'zini uzoqligi 50-70 ta so'zdan iborat bo'ladi. Taxminan men qancha yozgan bo'lsam, mana shuncha yozilish kerak. Tushundingizmi? Hozir mana. Kim tushunmadi norasmiy postani? Agar ustoz ko'proq yozib yuborsa hisoblanmaydimi baribir? Bal ko'paymaydimi? Vaqt degan narsa, predmet vaqt degan narsa bor u yerda. Tushunarli. Vaqt degan narsa borda. Tushundingizmi? Ko'p yozib nima qilasiz? Grammatik xato ko'payib ketadi. Boshqa narsalar ko'payib ketib qoladi. 70 ta yozish kerak. Eng ko'p 50 ta to'xtatmaslik kerak, mayli 70 ta yozish kerak. Tushundingizmi? Ana grammatik xatoga ham e'tibor beradimi ustoz? Masalan, qo'shimchalar yoki virgul. Birinchi bo'lib chiroyli yozuv old planda chiqadi. Xo'p, kim norasmiy postani tushunmay qoldi, aytinglar. Kim tushunmadi? Alo. Ustoz oxirini yakunlashdi. Ha, yakunlash selen va sevgilarim bilan yakunlaydi. Tushundingizmi? Aha. Matnini oxirini yakunlashda shu mazmuni shunaqa vaziyat bo'lyapti, men shunaqa xafa bo'lyapman, bo'ldimi? Mazmuni boshqa ish qanaqa narsa qo'shmaymizmi o'zimizda? Ha, bo'ldi. Mana bunday deyishlaringiz mumkin. Mana buni o'chirib, qaranglar, mana buni o'chirib, men o'chiraman. Men selen va sevgilarim bilan o'chirib, do'stlar. Bu yerda xulosa qismchasi bo'ladi-da, e-postani ham xulosa qismchasini qo'shsanglar bo'ladi. Men buni bir barmoq, bu ham ikki barmoq bilan kindini bak. Sana chalishmalar dilerim. Ya'ni bir qator bo'ladi. Xulosa qismchasi tushundingizmi? Norasmiyga. Agar so'zcha kam bo'layotgan bo'lsa, shuni yozib qo'yasiz. Shuni tagidan bir barmoq va ikki barmoq bilan selen va sevgilarimla Demir O'zdemir yoki Melik O'zdemir. Selen va sevgilarimdagi virgul. Tushundingizmi? Xuddi mana shuni tugaydi. Bu norasmiy posta hisoblanadi. Tushunarlimi? Ustoz. Alo, ustoz. Eshitaman. Qarang, boshida ikkinchi qatordan buyog'ini sal tushunmadim. Bir tushuntirib bera olasizmi agar iloji bo'lsa? Xo'p, mana bu yuqori qismi xitob qismi bo'ladi. Ya'ni nima dedim? Jonim arkadaşım dedim. Virgul. Buni o'rniga jonim annejim, merhaba Ahmet bo'lishi mumkin norasmiy postda. Tushundingizmi? Buni pastdan keyin ikkinchi qatordan bir barmoq va ikki barmoq, ya'ni abzasliklar, abzas bilanda. Buni pastdan o'sha salom alayk qilasiz. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Bir qator. Pastdan o'sha nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim bir qator bo'ladi. O'zi endi bir qatorda sig'sa-da, bir sig'masa davom etib ketaverasiz-da. Keyingisi pastdan ben iyiyim dedingiz-ku. Faloncha amaji ile, ya'ni 2 hafta biz gittiğimiz spor salonu 2 hafta kapalı olacakmış. Bunu sana açıklamak amacıyla sana bir postunu yazıyorum. Yani maksadım o'sha. Tushundingizmi? Maqsadim berdim. Keyin mana shu o'sha maqsadim, ya'ni 2 hafta yopilayotgan bo'lsa, menga sport saloni egasini nimadir qilib berish kerak. Ya'ni men sportchiman, sportni o'qishim kerak. Nimadir itaydi narsalarni so'rayman men bu yerda. Qisqagina, maydagina bo'ladi. Keyin pastdan kendine iyi bak. İyi çalışmalar dilerim deyman-da. Xulosa qismchasi bo'ladi. So'nch olarak degan nima? Keyin va sevgi virgul pastdan Melik O'zdemir. Shuningizmi? Ustozim qarab, boshida salom alaykum bor-ku. Ha? Salom, merhaba, nasılsın? Masalan, her şey tamam deb ko'rsatsak bo'ladi, bo'lmaydimi?
Assalomu alaykum. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Her şey yolunda mı? Keyif nasıl deb çözüp bo'ladim ustoz. Kuzgi kerak emas tabii. Azbek tushundingmi? Endi so'z ko'proq bo'lishi uchun-da. Yo'q. Gap bu yerda maqsad ko'pligida emas. Azbek. Ha. Bu yerda maqsad ko'pligida emas. Maqsad buni yozilish struktura bilan, ya'ni akademik saviya bilan oddiy ko'cha saviyasining farqi bo'ladi. Tushundingmi? Ha. Maqsad bu yerda cho'zib ketish emas. Bu yerda akademik saviyada yo'q. Maqsad aniq bo'lishi kerak, a? Maqsad aniq bo'lishi kerak. Ha. Shuning uchun maqsadni beryapman yuqorida. Nima maqsadni yozdiryapman? Ha, men nima qilish kerak bo'lsa aytyapman, o'shani qiling. O'zidan qo'shmang. Evet, anlaşıldı. Norasmiy e-posta hammaga tushunarli bo'ldimi? Sitora, anlaşıldı. Farangiz, Gulsivar opa, Gulziyoda opa. Aniqmi? Endi men rasmiy e-postaga o'taman. Rasmiy e-posta qayerlarga yozilardi? Davlat tashkilotlarida yozilardi. Mana shu 1 va 2 degan joyda men rasmiy e-postani yozishni boshlayman. Endi rasmiy e-postani norasmiydan sal farqi bo'ladi. Rasmiy kalimalar bilan yozilishi kerak bo'ladi. Rasmiy kalima bu makta-miktada iloji boricha makta-mikta ma'lum melilar foydalanamiz. Misol uchun yuqorida yazyorum bilan tugatdim men, to'g'rimi? Ana kirish qismini. Bu rasmiy e-postaga kelib yazmoqdayim bilan tugataman. Tushundingizmi? Mana shunday makta-mikta ishlaydi. Endi rasmiy e-postalar bu davlat tashkilotlari, korxonalarga beriladigan e-posta hisoblanadi. Xo'p, yaxshi. Endi rasmiy e-postani do'stlar, yozish strukturalari. Rasmiy e-postani xitob qismida yuqori qismi bo'ladi. Ya'ni 1 barmoq, 2 barmoq bilan qaysi tashkilotda bu xatni yozyapsiz? Ya'ni qaysi tashkilotga yozyapsiz bu xatni? Shu xatni qaysi tashkilotga yozyapsiz? Ya'ni yozasiz o'sha tashkilotda. Qaysi tashkilotga bu xatni yozyapsiz? Misol uchun siz sport klubi unitisiga yozyapsiz, to'g'rimi? Qayerda yozyapsiz? Mana. 1 va 2 biz sizga beriladi. Ya'ni 1 va 2 mana. Ko'ryapsizmi? Klub unitisine bir e-posta yazing. Ya'ni kimga yozyapti menga? Klub unitisiga yozyapti, to'g'rimi? Xo'p, men yozayotgan bo'lsam, nima deb yozaman men bu yerda? Ya'ni sport saloni unitisine yozaman. Sport saloni unitisine yozaman. Tushundingizmi? Sport saloni unitisine. Virgül. Ya. Sport saloni unitisidan keyin virgül bo'lmaydi. O'zi bo'ladi. Sport saloni unitisi apostrof ne bo'ladi. Apostrof nimaga qo'yapman men? Toshmatov Yusufjon. Apostrof nimaga qo'yapman? Kim aytadi? Atoqli otlagan Men apostrof qo'yapman. Sport saloni unitisi apostrof ne bo'ladi. Yaxshi, zo'r. Keyin buni tagidan, buni ostidan men nima qo'yaman? Xitob qism bo'ladi. 1 barmoq, 2 barmoq bilan. Agar men o'sha sport klubi unitisini bilmasam, ya'ni kimligini bilmasam, sayin yetkili yoki sayin ilgili qo'yaman. Yo yetkili yo ilgili. Ya'ni sayin yetkili ilgili degani bu hurmatli mutasaddi degani. Bir ikkitarafni ko'raman, sayin yetkili tayoqcha nima borki, o'sha chizadda ilgili yozadi. Yo'q, yo yetkilini qo'y, yo ilgilini qo'y. Ikkalovi bitta ma'noni beradi. Mutasaddi degan ma'noni beradi. Agarda meni xatimni kim o'qishini bilsam, misol uchun meni xatim Gulsivar opa o'qisa, sayin Gulsivar xonim deb yozib beraman. Tushundingizmi? Hurmatli Gulsivar xonim bo'ladi. Meni xatimni hech kim o'qishini bilmasam, sayin yetkili qo'yaman. Buni pastidan 1 barmoq, 2 barmoq bilan bu yerda salom alik bo'lmaydi rasmiy postada. O'zingiz tanishtirasiz. Benim adım kerak emas. Ben paloncha pistoncha. Bu yerda sizga ism berilgan bo'lsa, o'sha ismni qo'yasiz. Paloncha pistoncha. Sizning sport klubingizda 2 senedir spor yapıyorum. Ama son günlerde spor salonu kapalı olacak hakkında bilgi aldım. Bu durum hakkında açıklamanızı istedim. İstek maktubsa açıklamanızı istiyorum. O nedenle size bu e-postanı yazmaktayım diyeyim. O nedeniyle
Sizlar bu e-postani yozmoqdayin deyman deb nuqtani qo'yaman. Tushunsa 3 qator yoki 3,5 qator bo'ladi bu narsa. Kim tushunmadi hozir? Kirish qismi mana shu bilan tugaydi mana. Kirish qismidan keyin men nimaga o'taman? Gelishma qismiga o'taman. Eshitaman Azbek? Kirish qismi tugadi hozir menga. Oxirini yazıyorum değil, yazmaktayım yoziladi, ha? Ha, rasmiy kalima bilan yozmoqdayin. Keyin gelishma qismi 1 barmoq, 2 barmoq bilan. 1 barmoq, 2 barmoq bilan o'tdim. Bu yerda nima qilaman do'stlar? 1 barmoq, 2 barmoq bo'lgandan keyin men bu yerda o'sha menga berilgan e-posta borki, ya'ni men uni sport klubi yopilib qolsa, men qanday qiyinchiliklar boshdan kechiraman yoki bo'lmasa menga nimadir qilib berish kerakmi? Korotsa ana shu gelishma qismida nima yozsangiz yozasizda o'sha sport klubi unit sizga nima qilib berish kerak, ya'ni to'liq ochiqlanayotgan qism gelishma qismi hisoblanadi. Tushundinglar-a? Hech qanday abzas bilan ketmaydi gelishma qism, bitta abzas bilan ana shu davom etib ketaveradi. Tushunyapsizlarmi? Bitta to'liq ketaveradi mana shu to'liq ketaveradi. Mana shu qismga eng ochiqlanishi kerak bo'lgan eng asosiy qism mana shu gelishma qismi hisoblanadi. Xo'p, mana shu qism o'sha ochiqlanishi kerak bo'lgan qism bo'lsa do'stlar, mana shu qism bo'lsa, endi men tugatdim. Gelishma qism tugagandan keyin men qaysi qismga o'taman do'stlar? Oxirida o'taman. Oxiri ya'ni xulosa qismchasi bor. Bunga ham xulosa qismi bor-da, lekin so'nuch olarak deb yozilmaydi bunga. Bilib qo'yinglar. 1 barmoq va 2 barmoq bilan men nima deyman? Agar benim mektubim ile ilgilenirsanız önceden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Deymanda tugataman. 2 qator yetadi. 2 qatorgina yetadi. Tugatganimdan keyin buni kapanish qismi bor. Kapanish qismida 1 barmoq va 2 barmoq bilan bo'ladi-da. Saygilarim bilan bo'ladi. Ya'ni yuqori sayin yetkili bilan boshlanmaydi-ku. Saygilarimdan keyin virgul bo'ladi do'stlar. Buni ostidan misol uchun boyagidek Munavvar O'zdemir misol uchun qo'yildi. To'g'rimi? Buni ostidan keyin nima bo'ladi? Berishingiz mumkin bo'ladi, emailingiz beriladi. Emailingiz beriladi. Buni ostidan nima bo'ladi keyin? Email bergandan keyin telefon raqam berish shart emas. Buni ostidan tarix bo'ladi. Nechinchi sanada yozdingiz? Misol uchun 7 nuqta Ocak so'z bilan yoziladi. Nuqta 2026. Buni pastdan keyin imzo bo'ladi. Tushundingizmi? Bo'ldi. Mana shu bilan sizning rasmiy e-postangiz tugaydi. Xuddi mana shuncha yozsangiz yetadi. Lekin kamaytirib qo'ymang bundan. Mana shuncha yozsangiz yetadi. Xuddi men qanday yozgan bo'lsam, mana shuni yozirish kerak. Kimda rasmiy e-posta haqida muammo bor endi? Aytinglar. Alo. Ustoz, oxirdagi sanani qanday qo'ydingiz? Sanani qanday qo'yamiz? Shuni yozibmi ko'rsatib bera olasizmi? Mana qarang. 7 nuqta Ocak nuqta 2026 yozasizda. Pastda mana bunaqa imzongizni qo'yasiz bo'ldi. Evet. Oylarda yozmak yozamiz ekanda, masalan, Albatta. Evet, güzel. Ustoz, Eshitaman. email yozishimiz shartmi, shart emasmi? Masalan, pastiga email yozmay ketsak ham bo'ladimi, yo'qmi? Yozmay ketsangiz ham hech nima demaydi-ku. Endi yozsangiz ham yaxshi. Ustoz, shuni ham yozib qo'yib, masalan, e'tibor bersa, yaxshi ball qo'shishi ham mumkin. Shunga ham. Endi to'liq yozilgan hisoblanadi-da. Ustoz, savol bor edi. Bering Qurbonim aka. Faqat e-posta yoziladimi? Misol uchun dilekchi yana boshqa yozilmaydimi? Yoziladi. Bu yerda har xil maktub kelishi mumkin aka. Siz hozir mana bu stilda, mana shu yozuvni o'rgansangiz, xuddi mana shuni yoziladi. Hammasi xuddi mana shuni yoziladi. Faqat mana bu amajiz bor-ku, yuqorida berilgan amajiz. Palonchi amajiz seni yozyuram dedik, to'g'rimi? Norasmiy postada. Mana shu joyda shikoyat etmak amajiyasini e-posta yozyuram deysiz. Shikoyat etmak amajiyasini seni e-posta yozyuram deysiz. Yozmoqdayin deysiz buni. Shikoyat maktubiga o'zgartirasiz. Ya'ni mana bu gelishma qismida o'sha shikoyatingizni berib ketasiz. Tushundingizmi? Qolib bitta
Tushunarli. O'sha bitta so'zni o'zgartirasiz, qolip shunday o'zgaradi unga. Bitta so'zni o'zgartirasiz, boshqasi o'zgaraveradi. Domla savoli bor edi. Bering yopib, bering yopib. Birinchida biz ham rasmiy yozsak, masalan, familiya ismi отчествосini yozamiz-ku, shunda mana neda oldidan bu familiya ismini Yo'q, yozamiz. yo'q, 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 bo'ldi. Mana shuni U- so'ramoqchi edim. Man qayerda yozganmiz o'sha yerda yozasiz. Man pastda yozdim, ko'rdingizmi? Masalan, Ha? sport klubi rahbari deb turib, ona virgulni qo'yib, ne deb ketamiz bo'ldi. Pastidan Ha, ha. keyin hurmatli shunaqa. Bo'ldi. Man qayerda nuqta qo'ygan bo'lsam nuqta, qayerda virgul qo'ygan bo'lsam virgul o'sha narsa. Tushundingizmi? Xo'p, rahmat. Yana kimda savol bor? Beringlar. Ustoz, hozir ham rasmiy, ham norasmiyga bizga masalan tayyor yozilganlaridan misol uchun berasizmi, например uchun? Ha, bo'ldi. Hozir agarda men bu dars videomni